Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatib boruvchilari. Bugun biz Mortal Mesa jamoasi Uzbuild 2025 qurilish ko'rgazmasida qatnashyapmiz va bugun birinchi kun. Mana qariyb 26 yildan beri Uzbuild ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Bu ko'rgazma hozirgi kunda O'rta Osiyoda eng yetakchi ko'rgazmalardan biri hisoblanadi va mana shu ko'rgazmada 500 dan ortiq kompaniyalar ishtirok etadi. Mana birinchi kunni ham yakunlab oldik. Endi navbat ikkinchi kunga. Bugun ikkinchi kun. Kunimizni video lavhalar orqali ko'rishingiz mumkin. Mana ikkinchi kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan 3-kunda ko'rishamiz. Mana 3-kunimizni ham boshlab oldik. Sizlar uchun video obzor qilishni davom ettiramiz. Ushbu ko'rgazmada 15 dan ortiq davlatlar qatnashmoqda. Hozir sizlarga mana shu ko'rgazmaga ayni qanaqa turdagi uskunalar olib kelganligimizni qisqacha xarakteristikasi bilan tushuntirib o'taman. Mana shu ikki xil turdagi uskunamiz rod suvoq sepish uchun mo'ljallangan uskunalar hisoblanadi. Bu uskunamiz Mortal Mesa 55, Mortal Mesa 55L modellari. Ushbu uskuna yordamida siz rodban smesni 15 metr balandlikka, 40 metr uzoqlikka sepishingiz mumkin. Ko'rib turgan uskunalar qora suvoq sepish uchun mo'ljallangan 380 tokda ishlaydigan Y40S modeldagi uskuna. Ushbu uskunamiz yordamida 40 metr balandlikka, 100 metr uzoqlikka rastvorni sepishingiz mumkin. Ushbu uskunamiz esa hammaga taniqli bo'lgan yarim quruq stachka uchun mo'ljallangan solarkada ishlaydigan uskunamiz. Bu uskunamiz 2024-yil dekabr oyigacha boshqacha ko'rinishda kelgan, 2025-yilda yangicha dizaynda bo'lgan va uskunamizning ichida yana ham bir yangiliklar paydo bo'lgan. Ushbu yangiliklarni alohida obzor qilib beramiz sizlarga. Bu uskunani ko'rib turganingizdek, motor va reduktor bilan jihozlangan. Bizda mijozlarimizga qulay bo'lishligi uchun kompressor o'rnatib berishni yo'lga qo'yganmiz. Biz o'rnatib beradigan kompressor yordamida 70 metr balandlikka rastvor chiqarsanglar bo'ladi. Bugun Uzbuild 2025 ning oxirgi kuni. Biz mana shu 3 kun ichida 100 dan ortiq qurilish va ishlab chiqarish soha vakillari bilan uchrashdik, ularning ehtiyojlarini tingladik va ularga o'z uskunalarimiz haqida batafsil ma'lumot berdik. Biz nafaqat mahsulot, balki samaradorlik va innovatsiyalarni taqdim etdik. Agar siz biz bilan hali tanishib ulgurmagan bo'lsangiz, imkoniyatni boy bermang. Bizga bog'laning va loyihalaringizni keyingi bosqichga olib chiqing. Ushbu ko'rgazma haqida o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying.